Assalomu alaykum va rahmatulloh. Inshaalloh olgan mashinamiz bugun tugach. Bularni ham pechkalarida, avtonomkalarni yuvib bera olamiz. Bizning apparatlarda ko'rishingiz mumkin. Apparatimiz gradusi qizish jarayonida hozir. Endi 20 gradus bo'ldi. Xudo xohlasa 90 bo'lgandan keyin chayishni boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham sistemasini yuvib bo'ldik. Xudo xohlasa yarim soatdan o'tdi. Endi biz apparatimizni o'chiramiz. Va filtrimizni olib ko'ramiz. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin, filtrimiz juda og'ir holatda. Polni ichlari nakif bo'lib, metaldan hammasi metal bo'lib ketgan. Endi biz buni ham bitta almashtiramiz. Xudo xohlasa yangi filtr qo'yamiz. Yangi qo'yib yuvib ko'ramiz yana. Akalar, mana ko'rishingiz mumkin, ikkinchi marta ham aylantirib bo'ldik. Graduslarimiz mana hali ham 90 gradus issiq suvda aylantiryapti, xudo xohlasa. Pechkamiz toza bo'ldi. Endi avtonomkamizni ham bitta yuvib olsak, xudo xohlasa filtrni almashtiramiz, yana avtonomkani chayib yuboramiz. Ko'rishingiz mumkin, boyagi filtrdan holati sal yaxshiroq, lekin biz uchun o'ta og'ir. Endi buni ham tutib Bismillah. Mana o'zi ko'rishingiz mumkin, boyagidan tushgan narsa edi, hozir bunisidan endi hech narsa tushmadi pastga. Voy, aka, nima qilyapsiz? Pechkasi ishlayotgan ekan, ukam pechkalarini qilib bera olmam, xudo xohlasa bittasi bitdi. Voy, ikkinchisi ham bormi hali? Joni uchinchisi yo'lda kelyapti, xudo xohlasa. Inshaalloh pechkalarni yuvib berdik bularni. Kimgadir mabodo shunaqa xizmatimiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga chiqib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? Pechka muammosi, misol mashina qizib ketayotgan bo'lsa, ventilyator ko'p ishlayotgan bo'lsa, bemalol kelib mashinaga yechim topsanglar bo'ladi, xudo xohlasa.